Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar, sog'liqlaring yaxshimi? Sizlarga mana bugun ZIL 138 mashinasini topib qo'ydik. Mashina zo'r holatda, mashina sotiladi mana. Egalarining o'zlarida mashina. Mashinaning yillari 1987-yil. Mashina zo'r holatda mana. Radiatorlar qo'yilgan. Mashina 1 yil bo'ldi deyishyapti. Motor qilingan, mashina moy yemaydi. Mashina mana kartoshka balonlarda. Orqasiga mana 380 Xitoy balonlar qo'yilgan. 5 ta betda 8 ta gaz balonlari bor. ZIL mashinasi 138 modelligi mana. Bortlari, mana tentlar, ustlari yopiq. Kamazovski zapaska qo'yadiganlar qo'yilgan mana. Ular mashina udar. Pul topaman deb, ZIL olaman deb qiziqib yurgan akalar uchun mana ZILni zo'ridan mana. Egalarining o'zlaridan. Katta bunaqa zadniylar qo'yilgan mana. Hozir eshiklarni olib ko'ra olamiz. Poliklari bor ZILda. Kamazovski torpedalar. Priborlar Kamazovski qo'yilgan mana, salonlari, magnitofonlari bor. Kamazovski gitaralar qo'yilgan. Kimga kerak bo'lsa, ZIL mashinasi mana. Hadovoylar ham yaqinda qilingan ekan, akalar o'zlari aytishyapti. Bortlarini uzunligini bilmaydilar ekan. Shunga o'zlaring telefon qilib gaplashib olasizlar. Motor holatlari mana. Ideal holatda turibdi. Motorlari. ZIL mashinasi mana. Kimga kerak bo'lsa, telefon raqamlarini hozir aytib o'taman. Telefon nomeri nechi aka? 99lik 002 53 81. Pulini qancha deyapsiz? Kelishamiz aka. Qancha masalan? Naqd bersak 8 ga beraveramiz. Naqd bersalar 8000 deyaptilar. Yana telefon qilsalar baribir sunnatiga baribir chiroyli qilib o'tib beradilar. Telefon qilsalar, aloqaga chiqsalar, egalarining o'zlari bilan gaplashib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.